28 yoshli haydovchi yo'l patrul xizmati inspektoriga tegishli bo'lgan aynan mana shu xizmat avtomashinasining orqa eshigi oynalarini tepib, sindirib tashladi. Voqea joriy yilning 26-mart kuni Koson tumani markazida sodir bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, Nexia 3 rusumli avtomashina haydovchisiga uyali aloqa vositasidan foydalangani uchun yo'l patrul xizmati inspektorlari to'xtash ishorasini bergan. Ammo u bu ishoraga bo'ysunmay mashinani haydab qochadi. Biroq buzoqning yugurgani somonxonagacha deganlardek yigit qo'lga olinadi. Shundan keyin haydovchi xizmat avtomashinasiga mindiriladi. Bu paytda u yana qonuniy talabni bajarmasdan mashinani orqa eshik oynalarini oyog'i bilan tepib, sindirib tashlaydi. Keyin men qo'rqib, taparchalab oyog'im mashinaning oynasini sindirgan. Sud qaror qildi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 194-moddasi 1-qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobar miqdorda jarima jazosi tayinlansin. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 34-moddasiga asosan uzil-kesil 13 sudga ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Qizilgan 300 ming so'm zarar jabrlanuvchiga undirilsin. Qilmish qidirmish deganlaridek har qanday huquqbuzarlikka jazo bor. Shunday ekan, yo'llarda harakatlanishda qoidalarga va yo'l patrul xizmati inspektorlari qonuniy talablariga amal qiling.